doiralari nomidan taklif qilsaydi. Mana juda chiroyli iboralar aytildi. Aziz hoji otalar, hoji onalar, yetuk mutaxassislar. Mana shu Andijonning eng go'zal toshxonalardan, majmualardan bugungi Chinor majmuasiga xush kelibsizlar. Bu joy bir necha kunlardan beri tashkiliy komiteda davomlayotganda sizlarning muntazir bo'lib turgan. Endi bu kunlarda ko'rganlar bor, bu kunlarga yetganlar bor degan ibora aytildi. Haqiqatda Andijon qaysi viloyat, qaysi davlatdan kelgan do'stlarimiz, hamkasblarimiz bo'lishidan qat'iy nazar Andijon ularni hechnadan bo'lib qolgan. Bilaman, kursizlar, o'sha davrlar, ayrimlar uzoq vaqt kelmagan bo'lsa, hozir Andijonni tanlayapti. Nafaqat Andijon, respublikamizda barcha viloyatlar, markazlarni, tumanlarni keskin o'zgarishlarga guvohi bo'lib turibmiz. Albatta, bugungi kun sizlar uchun juda quvonarli, qolaversa faxrlanadigan bir narsani aytmoqchiman. Sizlar bilan biz ana shu yuqorida domlalarimiz aytgan Andijon davlat tibbiyot institutini bitiruvchilarimiz, qolaversa biz faxrlanamiz. Mana hozirgi kunda 8 ta fakultet faoliyat olib boryapti. 5 ta ixtisoslashgan kengash bir vaqtlar bo'lmagan. Institutimizda bir qator chizgilardan tanishchilar, faxrlansa arzigulik aytmoqchiman. Mana shu dargohni bitiruvchilarimiz. Qolaversa, mutaxassis sifatida dunyoning barcha yetuk rivojlangan mamlakatlarda yetuk mutaxassis bo'lib markazlarda faoliyat ko'rsatib turgan do'stlarimiz, ayrimlari imkoniyatga qarab yetmaganlar mana bugun mana shu davrada nima deydi, chiroyli toshlarga chiroyli yarashib o'tirishlar. Tabriklayman. 30 yil bu aytishga oson, lekin yana bir sifrlarda aytmoqchiman, raqamlarda 30 yil avval sizlarni olib qarasak, men boshqa raqamlarga qaratmoqchiman. 1000 kishi taxminan bajarib bitirgan bo'lsa, bu 60 tonnani o'rtacha tashkil qilgansizlar. Bugunga kelib bu ko'rsatkichlar o'rtacha 85-90 tonnani tashkil qilyapti. Bu katta ko'rsatkich. Raqamlarni yana birga e'tiboringlarga qaratmoqchiman. O'sha davrda bitta falonchi ko'pincha bo'lgan bo'lsalar, bugungi kunda bular soni 1000 tani o'rtacha aytadigan bo'lsak 8,5 ming, 9 ming tam tashkil qilyapti. Ya'ni farzandlar, nabiralar, kimlardir chevaralar. Ularning tomonidan ko'rib yashayotganlarimiz bu yerda mana tashkil bo'lib o'tirishlar. O'ylaymanki, bu sifrlar davom etadi. Qolaversa, mana shu sifrlarga, raqamlarga loyiq insonlarsizlar. Domla juda chiroyli gaplarni aytdi. Borgan sari, yillar o'tgan sari nima deydi, nuroniy bo'lmas, balki bizni institutda bitiruvchilari, shifokorlar go'zallashib, yosharib, yana ham bir boshqacha chiroyli nima deydi, ko'rinishlarda mana bugun davramizni bezab o'tirishlar. Mana shu o'tirishlar hech vaqt kam bo'lmasa, bugun 30 yil ekan. 40, 50, 60, 80 yillarda rivojlanish nishonlash nasib qilsin. Didor g'animat. Kimlar bilan 10 yil ko'rishmadik, kimlar bilan 30 yil. Bugungi kun, kechagi, bugungi ertangi kunga yaxshi, tariximizga yaxshi ijobiy baho berib, kelajagimizda yaxshiliklarni kutib yashaylik, bugungi kunga shukrlik. Sog' bo'linglar. Sizlarni yana bir bor tabriklayman. Barcha shu institutimizni rektorat, ma'muriyati va barcha professor o'qituvchilar nomidan sizlarga omad tilayman. Bugungi kunlar xayrli bo'lsin, yaxshi o'qinglar. Rahmat o'g'lim. Rahmat katta. Musafilarlar Abdulla akam. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, aziz mehmonlar, qadrdonlar. Bugun haqida bir boshqacha quvonch, xursandchilik jo'sh turibdi. Hammalarga salomatlik, oilaviy xotirjamlik, oilada tinchlik,
doim xursandchilik bo'lishi tilaydoshimiz. Yana 40 yillik, 50 yillarda birga qatorimizdan xato olmasdan sog' salomat yashashga nasib etsin. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Hammanglarni tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli kursdoshlar. Mana bugun erta tongdan eshityapmiz 30 yillik deyapmiz. Aslida 30 yil emas. 36 yil bo'ldi. 36 yildan beri mana birgamiz. Mana bugun ham mana shu institutni tamomlaganimizga 30 yil munosabati bilan to'plab turgan ekanmiz. Eng baxtli, eng omadli insonlar mana shu yerda to'plandi. Sababi ko'pchiligimiz mana oramizda yo'q hozir. Ko'pchiligimiz uzoq safarda, lekin mana shu yerda o'tirgan insonlarni eng baxtli insonlar deb bilaman. Mana shunaqangi o'tirishlar, mana do'stimiz aytgandek 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik munosabatda ham xuddi shunday qatorimizda xato bo'lmasdan o'tirishlik nasib etsin. Iloyim kasb-qo'llarga Alloh baraka bersin. Nevara, chevralarda orzu havaslarni ko'rib yashashni nasib etsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat hammalarga. Rahmat. Teşekkür ederim. Diqqat savol. Chaqaloq
dunyoga kelib birinchi bo'lib qiladigan ishi nima? Labbay. Yig'lash bo'lsa kerak. Yig'lash yo'q. Yig'lash emas, nafas olish yo'q. Yig'lash ham emas, nafas olish ham emas. Sababi o'zimni 3-farzandim tug'ilganda yig'lamadim ham, nafas ham olmadim. Labbay. Atrofga nazar tashlab yo'q. Bunaqa emas. Ona taqdir his qiladi. Yo'q, ungacha vaqt bor. Tug'ildi, hali onani oldiga borgani yo'q chaqaloq. Demak, kimda varianti bor? Yolg'iz nima variantlar? Labbay. Nega ona aytib kelsiz? Nima qiladi? Bu erkaklarda ham variant. Ha? Afsuslanadi. Tug'ilganigami? Chunki u chaqaloqda bankdan krediti bor-da. Issiq joyda yotgandan, bezovta bo'lgandan afsuslanadi. Foyda. Yo'q. Bunday emas. Ha, bu savol mantiqiy biroz bir boshqacharoq fikrlab javob berasizlar. Qani, hozir o'taman. Alloh nomini aytib ko'krak istaydi. Bu ham yaxshi variant. Labbay. Sizda ham bormi? Yashashni boshlaydi. Bu qaysi ma'noda to'g'ri, lekin biz kutgan javob emas. Qani, bu tomondan qo'l ko'targanmi deydi? Nima qiladi? Meditsinskiy tomondan. Bu shu sizlarga berdim. Sizlarni sohilasida bilishni kerak. Otasi refleks. Mahkam ishlaydi. Yo'q. Birinchi nafas oladi emas, lekin olmasa ham. Birinchi bu erkaklarda ham bor variant qani? Qarishni boshlaydi. Tug'ilib va ha, assalomu alaykum. Doyani ko'radi. Uni ko'radi. Yo'q. Yo'q. Bunaqa emas. Yana kimda javob bor? Demak, mana shu tomonlarga o'taylikda. Demak, chaqaloq tug'ilib birinchi bo'lib qiladigan ishi bu yashaydi. Yashaganga yo'q. Boshini chiqarib qo'yibdi-yu. Boshini chiqarib qo'yibdi. Yo'q, yo'q, shu tug'ilib bo'ldi. Hamma joyiga chiqdi, oyog'iga ham chiqdi. U shu tug'ilib bo'ldi, lekin u chaqaloq bitta ish qiladi. Onasini yemadi, yo'q. Artinadi. O'zi ham chaqaloqqa qanaqa artinadi, opa? Yo'q. Bormi bu yoqda variantlar? Tug'ilib deganida ona. Aha. Yo'q, yig'lamaydi-da. Boshqacharoq fikrlab ko'ramiz, boshqacharoq o'ylaymiz. Chaqaloq dunyoga kelib birinchi bo'lib qiladigan ishi, demak, erkaklar ko'p bu yoqda variant bo'lmaydi. Xo'p, demak, davom etamiz. Labbay. Yo'q, nafas olmaydi. Labbay. Bo'ldi, ketdik. Ya zakovat bo'lib ketib qoldi. Labbay. Bu yondagi enasini istaydi. Enasini qidiradi. Yo'q. Ha? Tug'ilibmi? Yo'q. Sizlar bir ko'z oldinglarga keltiringlar. Chaqaloq tug'ildi, bitta ish qilarkanda. Ha, mantiqiy. Qiyqiradi. Nima deb qiyqiradi? Jar soladi. Yo'q. Labbay. Eshitdim. Tug'iladi? Yo'q, o'zi tug'ildi. Shu tug'ilgandan keyin bitta ish qiladi. Baxt izlaydi. Eshitdim. Afsus qiladi. Voy, yo'q. Labbay. Dunyoga kelganda his qiladi. Dunyoga kelganini his qiladi. Yo'q. Yo'q. Onasini ko'rsa yo'q. O'limni emas. Yo'q. Yo'q, javobini hali aytmayman. Biroz qidiramiz. O'ylab ko'ringlar, ChatGPTga yozamizmi, Google'ga yozamizmi, biroz qidiramiz. Aysizlar, demak, hop, mana shu javobni eshitaman, keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Nima qiladi? Ochadi. Ko'zini ochadi. Bitta narsagina bo'lsin. Deyolmayman, sababi javobingiz noto'g'ri. Hop, taomlarni tanovvul qilishga ulgurdik.
Yetti zakovat bo'lib ketib qolmasin. Sog'li jog'ini bir necha daqiqadan keyin yana qidiramiz. Taomlarga tanovul qildik, demak mana shu maydonni raqs maydonchasi hisobida olamiz va barchani raqslarga taklif etsak bo'ladi. Albatta raqsga qarona Farovon show ansamblida. Thank you.
Just
Ana endi hammalardan xorazmcha ohanglarga spektaklimiz davramizdan o'tayizlar. Barcha opa-singillarimiz hammani xorazmcha dasturlar bilan davom etamiz. Davrani bo'shatib qo'ymaysizlar. Marhamat. We're talking about the kitchen.
Bilasizmi, inson dunyoga keladi, shifokor bilan uchrashadi. Oxirgi damlarda ham shifokor bilan xayrlashadi. Bu Xudo bergan bir ajoyib ulug' kasb. Shuning uchun men sizlarga bosgan qadamlaringiz zafarlik bo'lsin. Parvozlaringiz uzoq-uzoqlarga bo'lsin. Oling, oldirmang. Doim sog' bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Hammalaringizni muborakbod etaman. Rahmat. Hurmatli kursdoshlar, o'qituvchilar, akalar, ukalar, hammalarni ko'rganimdan xursandman. 10 yil avval ko'pchilik doktorlarimiz bu yerda yana ko'rishgan edi. 10 yil o'tibdi, mana yana ko'rishdik. Hammalar tanajoninlar sog' bo'lsin. Farzandinglar, nevaranglar katta bo'lsin, bosh bo'linglar. Yana 10 yildan keyin, yana 10 yildan keyin uzoq yillar ko'rish hammamizga nasib qilsin. Boringlarga shu mehnat qilayotganinglar, xalq xizmatda bo'layotganinglar hammani quvontiradi. Salomat bo'linglar, hammalarni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat hammalarga. Tashakkur, rahmat kattakon. Demak, har 10 yilda ko'rishish hamisha nasib bo'lsin. Har 10 yilda ko'rishib yana bir 10 marta ko'rishsak 130 yil bo'lar ekan, Xudo xolasa. Bilmadim, nasib qilsin hammaga yetishsinligini. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun Chinor to'yxonasida shifokorlarimizni 30 yillik yubiley bo'lib o'tmoqda. Shifokorlarimizni mana shu go'zal bayram bilan Farovon Show jamoamiz nomidan tabriklaymiz.